O'zbekiston Xorvatiyadan o'ta oladimi? Imkoniyatlarga baho berildi. O'zbekiston Xorvatiya o'yin vaqti ma'lum bo'ldi. Qatarda davom etayotgan 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionati qizg'in pallaga kirdi. Guruh bosqichidan muvaffaqiyatli o'tgan terma jamoalar 1/16 final uchrashuvidagi raqiblarini bilib oldi. G guruhida Irlandiya, Paragvay va Panama terma jamoalari bilan raqobatlashgan yosh futbolchilarimiz 6 ochko bilan ikkinchi o'rinni olib, play-off bosqichiga chiqdi. Islom Ismoilov shogirdlari Paragvayni 2-1 va Panamani 6-1 hisobidagi mag'lubiyatga uchratdi. O'zbekiston U17 terma jamoasi play-offning birinchi uchrashuvini Yevropa vakili C guruhda ikkinchi o'rinni egallagan Xorvatiya futbolchilari bilan raqobatlashadigan bo'ldi. Ayni paytda ekspertlar terma jamoalarning play-offdagi imkoniyatlarini tahlil qilib, o'z fikr-mulohazalarini bilan o'rtoqlashmoqda. Xususan rossiyalik jurnalist Aleksandr Troitskiy O'zbekiston U17 terma jamoasi va xorvatiyaliklarning imkoniyatlariga baho berdi. O'zbekiston terma jamoasi 1/16 finalda xorvatiyaliklar bilan o'ynaydigan bo'ldi. Yaxshi jamoa 7 ochko bilan o'z guruhida ikkinchi o'rinni egalladi. Oldinda faqat to'plar nisbatiga ko'ra faqat Senegalni o'tkazib yubordi. To'p o'yinchilari yo'q. Transfer Market portalida 3 nafar futbolchi ko'rsatilgan. Germaniya 4-divizionda o'ynayotgan Nürnberg 2 jamoasidan Tino Kushanovich 300 ming yevro, Xorvatiyaning Slaven Belupo klubi tizimidagi Gabriel Shvekskiy 150 ming yevro, Zagrebning Dinamo jamoasi akademiyasidan Leon Yakirovich 150 ming yevro. Bundan tashqari Italiyaning Parmasidan ham nemis klublari o'smirlar jamoalari va akademiyalardan bir necha yosh o'yinchilar bor. Umuman olganda bu jamoadan o'tishga o'zbekistonliklarning kuchi yetadi. Birorta uddalab bo'lmas ishni ko'rmayapman deb yozdi Aleksandr Troitskiy o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston U17 terma jamoasi jahon chempionatining 1/16 finalida Xorvatiya o'smirlar terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi. Uchrashuv bizning vaqt bilan 15 noyabr kuni 20:45 da Espari akademiyasining 9-maydonida start oladi. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston terma jamoasi Xorvatiyani mag'lub etib, chorak finalga chiqa oladimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.